oddiy jo'jalar bilan mana bunday qimmat kulangi, afg'oniy, bo'ynida patiyo xo'rozlarni boqishdi tajribadan o'tgan ma'lumotlar. Ana shular haqida gaplashamiz. Siz videoni oxirigacha kuzatib boring. Siz uchun muhim, eng yaxshi ma'lumotlar. Sizda bunaqa xo'rozchalaringiz bo'lsa, onasidan ajralgan, qanday boqish kerak? O'shalar haqida gaplashamiz. Siz bu xo'rozchalarga nimalar berishingiz kerak? Kasal bo'lmasdan yaxshi o'sayotgan paytida bo'ylari uzun bo'lib o'sib olishi uchun. Pataklarga nimalar berishingiz kerak? Ikkovining o'rtasidagi farq. Siz tovuq boqasizmi? Boshqa jo'jalardan boqasizmi? Albatta bularda turayotgan joyi qurri bo'lsin va qo'noqlar bo'lsin albatta. Mana bunday quyosh tushayotgan tomonga bo'z tortib qo'ying. Sababi ertalabki 2 soatlik quyoshni nuridan erta tongdagi quyosh chiqishi bilan bularga tegsin quyosh. Keyin yopib qo'yasiz bo'zni. Bu siz uchun muhimdek ko'rinmayapti, lekin juda muhim. Ertalabki quyosh. Bularda o'sishiga juda ham katta foydasi bor. Nam joyda yaxshi oziqa bersangiz ham, doniga yaxshi qarasangiz ham o'zgarishi sus bo'ladi. Ertalabki quyoshdan olsin, lekin kuni bilan quyoshda turish kerak emas. Bularga albatta uyda qora tovug'ini tuxumidan bering. Qaynatgan holda. Jigar bering, homilay va pishgan holatda. Yer yong'oq bering. Chesnoklarni maydalab to'g'rab bering. Ismaloq va petrishkani ham to'g'rab bersangiz maydaligidan. Bularda o'lim kam bo'ladi. Eng muhimi bularda tagi quruq bo'lishi va jo'jaligida qaynagan suv bering. Ko'k piyozlardan ham to'g'rab bersangiz, bulardagi gijjalarni qirilib ketishiga sabab bo'ladi. Bular ko'p kasal bo'lmaydi, yegani o'ziga poriydi. Albatta chesnok bilan ayron, yog'i olingan ayrondan berib turing. Bularga kalsiy bo'ladi. Kalsiy vitaminidan ham bering. Kalsiyni berib ertalabki quyoshga bular tursa, D vitaminini oladi. Kalsiy yaxshi so'riladi. Agar siz tuxumni qaynatib bersangiz, suyaklarni maydalab ezib bersangiz, bular yaxshi o'sadi o'shanda.